Hayotimdagi eng muhim prinsiplardan biri shuki, hech qachon hech kimdan yordam kutmaslik va kimgadir suyanmaslik, albatta Allohdan boshqa. Juda ham ko'p tanishlarim, yaqinlarim yoshligimdan hozir ham aytishadiki, mana bu odamni mana bunisi bor, yaxshida, zo'rda ishini hal qilib beradi. Mana bu odamni tog'asi bor, mana bu odamni dadasi bor, muammolarini hal qilib beradi yoki nimadir ishi yurishiga yordam beradi deb kutishadi. Har doim orqasida tog' bo'lishni xohlaydi. Menda boshqacharoq. Yoshligimdan Allohdan bir narsani so'rab kelaman. Hech qachon hech kimga muhtoj qilmaslikni. Ya'niki, o'sha tanishlarim aytganda, buni tog'asi bor, buni dadasi bor, orqasida tog' bor deyishardi. Alloh birovga muhtoj qilib qo'yma, nabarot odamlar suyanadigan inson qil deb niyat qilar edim. Alloh sekin-sekin shu narsani yetkazyapti. Ya'niki, shunaqa tanishlarim bor, do'stlarim bor. Har xil taraflama, kimdir moddiy taraflama, kimdir maslahat uchun kerak bo'lsa suyanadi va maslahat so'raydi. Ya'ni Allohdan nimaniki so'rasak, shu narsaga yetkazyapti. Shuning uchun men ko'proq o'g'il bolalarga aytmoqchiman, erkaklarga, hech qachon orqamda kimdir tursin, suyangan tog'im bo'lsaydi deb o'ylamaslik kerak yoki niyat qilmaslik kerak. Inson faqatgina o'ziga ishonishi kerak.